Bizda ham basketbol maydonchasi bo'lsa edi. Voy, nima bu yangilik? Bolla, mana qaranglar. Endi bizda ham sport maydonchasi qursa bo'lar ekan. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Buning uchun bizga kattalarning yordami kerak. Sport maydonchasi qurish uchun nima qilish kerak edi? Birinchi tashabbus.sport.uz ga kiramiz. Bosdik. Hop, Va undan keyin o'zimizning viloyatni tanlaymiz. viloyatni tanladik mana. Keyin pastroqqa chiqsak o'zimizning tuman bor. Shuni tanlaymiz. Eng kamida 3 ta mahalla chiqadi. Mana keyinchi o'zimizni mahallani tanlaymiz keyin. Telefon raqamimizni kiritamiz. Mana kiritdik. Endichi? Bundan keyin SMS kod keladi. Ha, bu open budjetmi? Yo'q, bu sport vazirligining loyihasi. Ha, mana SMS keldi. Keyinchi? Keyin bu kodni kiritib, ovoz berishni bosamiz. Ovoz berish tartibi juda sodda va ortiqcha qiyinchilik tug'dirmaydi. Tashabbus.sport.uz platformasiga telefon raqamingizni ro'yxatdan o'tkazish orqali ovoz berishingiz mumkin. Mamlakatimizning har bitta tumanidan ovozga qo'yilgan kamida 3 ta mahalladan eng ko'p ovoz to'plagan mahalla hududida maxsus sport maydonchasi qurib beriladi. Batafsil ma'lumot tashabbus.sport.uz saytida. Faol bo'ling, o'z mahallangiz uchun ovoz bering.